ayol jinsi toifasiga kiradi. Yoshi 18 va 20 lar atrofida. Uni uxlatish uchun Dilatit 6 karra ko'p miqdorda kerak bo'ladi. Tana harorati Fahrenheit bo'yicha 106, puls va nafas olishi 1 daqiqada o'rtacha PO2 zardobini miqdorini 2 barobar oshiraman. Ko'z qorachiqlari yanada kattalashdi. Yorug'likda esa faol emas. Ultrabinafsha rang nurlariga zaifligi bor. Teri sathining nurga ta'siri KV virusiga xos omil. Vaksinaning ilk sinovi. GA toifasidagi 391-raqamli zardobning 6-tuzilishi. Odam ustida tajriba. Nafas olishi sekinlashdi. Puls 190, harorati 105, 104 va kamayib bormoqda. O'zgarish ko'rina boshladi.